Yomon bo'ldi. Shu desalaring, kecha Dubaydan keldim. Biznes partnyorlar bilan ishi ham qoyillatdi, dami ham qoyillatdi. Uyga kelsam xotin miyaga chiqib oldi, meni olib borasizlar. Bo'pti dedim. Keyingi hafta endi Turkiyaga olib ketaman. Chet elga yuribsanu, keyindan bir xabar olib qo'ysang bo'lardi. Tushunmadim. Nima deganing bu? Xabaring yo'q shekil. Keyin qazga botib ish qidirib yuribdi. Meni ham do'konimga kelib ish so'rab ketdi. Yoshi ham 30 dan oshib qoldi. Aka bo'lib boshini ikkita qilib qo'ysang bo'larmidi? Xullas onasi. Turkiyaga boramiz. Voy, nimaga endi? Ukam qarzga kirib qopti. Uylantirishimiz ham kerak. Turkiyaga borish qochmaydi. Adasi, ukangiz ko'p-ko'pda bola bo'lsa, o'zingiz eplab yursa bo'lmaydimi? Hali uylantirib ham qo'yasizmi? Mayli qilib, bunga voqea esimdan chiqib qoldimi? Romeo. Sigaretayman. Chakmayman, aka. Bo'lmasa, qizingni tashlab ketasan. Tushunmadim. Nimani tushunmading? Aka! Nima qilib qo'ydingiz? Menga bering buni. Bering o'g'lim. Siz bundan ketasiz. Men hamma narsani bo'ynimga olaman. Onamga qarashingiz kerak ekanini aytingiz. Boring keting bundan. Ko'p gapirmay, erkaklarni ishga aralashmasdan kinoya bo'lib, to'yga harakatini qil. O'zim bilan bo'lib, sani ham unutib qo'yimman, ukam. Yo'q, aka, nima deganingiz bu? To'yxonani ham gaplashib qo'ydim. Shu Avlo mebel do'konidan xohlagan mebelingni tanla, ukam. Mendan senga to'yini. Aka, mana deb kelaymi Turkiyaga borib o'ynatib kelishingiz ham atmen bo'pti-da. Mebellar ham qimmat bo'lsa kerak. Assalomu alaykum. Avlo mebel do'koniga xush kelibsizlar. Bizda mebellarimiz arzon, sifatli va bundan tashqari muddatli to'lov asosida bo'lib to'lash imkoniyati ham bor. Ana, ko'rdingmi? Shuni tanlab turinglar. Allo. Xo'p, tushundim. Aka, hayot qiziq-a. Siz menga sayohatingizdan voz kechib mebel olib berdingiz, lekin Avlo mebellar do'konida 5 milliondan ortiq bo'lgan xaridni amalga oshirgan har bitta mijozga Turkiyaga 2 kishilik voucher berishayotgan ekan. Shuni kenayimga bering, aka. Yetishadi-ku. Agar inson chin dildan nimadir niyat qilsa, butun koinot uni shunga yetishtirish paydo bo'lar ekan.